Allohu akbar. Allohu akbar. Apki pastaydi. Mana pastay. Ha. Uzaytirib olmaysanmi? Oh. Bunyod. Bor ekan. Qalmoqda olib ketyapti qalmoqda. Yugur. O tushib ketdi bunyod ekan qalmoq. O suvda yotibdi. Yugur. Sekin tortur. Sen o nimani olib olasan baliq olsa? Patsaydi. Patsaysan. Sekin shoshilma, yiqilib tushasan. Katta ekan. Usha endi qalmoqda. O olib ketyapti qalmog'ini. Ha, bo'ldi. Yo'q, oling. Oling. O'ravering. Bo'ldi. Ashuni ushlab turing. Qani. Ajjonlar. Voy, mashalloh. Hozir bedani qanday o'tkazishni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Mana. Buni banda. Kurchokka otganda tushib ketib qolyapti-yu. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Barchalaringizga xayrli tong. 2025-yil ov mavsumi xudo xolasa boshlandi. Bugun eng mashhur bo'lgan Andijon viloyatiga qarashlik Otchapor degan suv omboriga keldik. Mana bu ovchilar bilan bugun akalar, jiyanlar, o'g'il. Xo'p, xudo xolasa bugun ovimizni birinchi mavsumini shu yerda boshlamoqchimiz. Mahalliy ovchilarimizdan olgan ma'lumotlarimizga qaraganda Amur yaxshi yil yuriyapti xudo xolasa. Bu joylar ko'pchilikka tanish, oshiqcha izohga hojat yo'q. Xudo xolasa xuvona bu tepa tarafga joylashmoqchimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bahor mavsumi tugab boryapti, yozga kirib boryapmiz xudo xolasa. Xudo xolasa bugun shu yerda yaxshi ov bo'ladi degan umiddamiz. Robbi yassir va la tu'assir, Robbi tammim bil xoyr. Allohumma iftah lana abwabar rizq. Allohumma a'tina samakan tawilan va kabiran. O'sha mashhur duolarimiz bizga Alloh taolo katta va uzun, yaxshi chiroyli baliqlar ato qilsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bugun oilaviy ovga chiqqanmiz. Otchaporda juda katta baliqlar bor. O'tgan yili bitta akamizni hattoki qarmog'ini ham sindirib, qo'lini ham sindirib ketgan. Hech qancha o'tmasdan gipis qilib yana ovga keldi. Akani o'zi aytamiz, 15-20 metr qolganda shu sonimdan katta ekan dedi, kelayotgan baliq deydi. Tabiat qarang, qaraka tabiat chiroyli. Assalomu alaykum. Kelinglar. Allohu barakatuh va yomlar bilan. Kelinglar. Ovchilarimiz finishga yaqinlashyapti. Bedadan solib ko'ramiz-da Amurga. Hozir bedani qanday o'tkazishni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Mana. Qaralab ketaman. Buni banda. Kurchokka otganda tushib ketib qolyapti-yu. Mana. Matdan kesib olasizlar.
va bu yerdan kesib olasizlar. Mana bundan o'tkazasizlar. Baquvvat yerdan. Keyin yana ushlab turing. Mana bu yerda olib tashlab olasizlar mana. Mana olib tashladik, ha? Mana yana. Buni ham Samolyot qarang, niyatiga onu qarang. olib tashladik, ha? Mana bu ikkinchisi. Bu yana bittaga yaraveradi mana. Mana. Buni eng oxirisi kerak emas. Mana semizlarni o'tkazinglar. U otganda uchib ketib qolyapti-da. Bilyapsizmi? Yetib borguncha nima qolmayapti. U amur o'txo'ru. O'txo'r bo'lgani uchun unga o't kerak. Mana. Buni ham. Ana shu bitta kurchukka yetadi, to'rtta. Bu orasida tuxsam U bo'lar. uchib ketadi-da otganingizda. Bu hozir buni baki bilan Buni pirpirab uchib ketib qolyapti. bitta-bittasini orasiga qo'yib yuborsak bo'lmaydi. Yo'q, unda uni ham uchib ketib qoladi. Eng yaxshisi buni. Ha, ashi. To'ppa to'g'ri. Bu ham tayyor turadi. Chunki mana og'ir nima kerakda unga? Mana. O deydi xo'p, borolmayapti. Xo'p, do'stlar, baliq ovimiz davom etyapti. Hozircha jimlik, soat millarimiz erta bilanda mana 9 ni ko'rsatyapti. Xudo xolasa kun issa yurib qoladi degan umiddamiz. Bitta jiyanimiznikini qattiq tortdi-yu, lekin ulgurmay qoldi. Yana bitta jiyannikini pastga tushirib yubordi. Xullas, ovimiz davom etyapti. Xudo xolasa natija bo'ladi degan umiddamiz. Baliq chiqmagan vaqtda zerikishni oldini olish. Baliq tortmay turgan vaqtda nimadir qilish kerak baribir. U 40 chiqqan bola ekan. 40 chiqqan. Yo'q, cho'chani kesgan yo'q. Ya baliq qochib ketadi. Yo'ldagilardan qochib ketdi. O'rdak uchmayapti. Abit vaqti ham bo'ldi mana. Keling. O'ting buni yoshi. Takanchinisini dashib turuyor. Kim qora kelmay keldi. Ani, demak, prirodaga qarab o'tiring. Men kelmay. Kelinglar. Tushlik vaqti bo'ldi. Hozir joyni ko'chirmoqchimiz, chunki bizga hozir ma'lum bo'ldi. Suv ozaygan. Juda katta hajmda suv ozayib ketgan, shuning uchun bu yerda tortmayapti qora aka dedi. Hozir boshqa yo'nalishga burib yubordi bizni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi degan hadis-i sharifga muvofiq ish qildi bu yigit. Shuning uchun ana bu joyga ketyapmiz. Rahmanir-Rahim. Mana suvli bo'yiga yetib keldik, xudo xolasa. Joylar yaxshi. Ya'ni unaqa loy emas. Shu yerga otib ko'ramiz, xudo xolasa. Mana qarmoqlarni otib qo'ydik, xudo xolasa. Kun isiyapti. Bittasi bu tarafda. Xudo xolasa bu yoq tavakkal. YouTube kanalimiz bir necha oylar to'xtab qoldi. Texnik nosozlik sababli. Buning uchun uzr so'raymiz kanalimiz a'zolaridan. Mana yaqinda ochdik. Alloh taolo yana bu kanalimizni qaytarib berdi.
Bugun 2025-yilni birinchi ovi, Xudo xolasa. Yana bu yilgi 2025-yilda yana yangi chiqarilgan qonunlarni eshitib xursand bo'ldik. Hattoki qarmoqqa ham guvohnoma olishlikni davlat tomonidan so'ralyapti ekan. Buni eshitib xursand bo'ldim. Sababi o'sha yovuz kuchlar, to'kchilar yo'qoladi, to'rchilar ozayadi, qarmoqchilar biroz nima keragi bor buni deyishligi mumkin. Juda ham keragi bor. Demak, o'sha qarmoqda ham kerak bo'lsa tartibga qo'yilyapti ekanmi? Demak, bu degani tabiatni ehtiyot qilyapti qonun tomonidan. Baliqlar yana ko'payadi. Avvalgidek Xudo xolasa yonimizdagi havzalarimizda, zavurlarimizda yana bemalolchilik bo'ladi degan umiddamiz. Nimani ko'rsatilgan bo'lsa qonunda shuni qilingan ma'qul. Demak, kanalimiz Xudo xolasa boshlandi. Buning uchun yana bir bor uzr so'rayman. 6 oylab yurmay turdi. Qishki ovlarimiz ham qolib ketdi, qo'ya olmadik. Texnik nosozlik sababli. Endi mana Xudo xolasa yana sizlar bilan yil 12 oy birgamiz inshaalloh. O'labey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdurahmon qo'raka yaxshimlar? Alhamdulillah, rahmat o'zlari ham. Qizimsiz? Rahmat o'zlariga ham. Ha, men Hindistonga ko'proq ketib qolyapman. Yo'q, oling. Oling. Bor, yordam. O, nimada pastay bor? So'mkada, Bunyod. So'mkada pastay bor edi. Sekin, shoshilib o'ravering. Kelyapti? Rasa boshiga tashagan ekansiz-da. Hozir 1 minutdan bo'yi yo'q edi. Kel Bunyod. Bor aka, boryapman, shoshmay turing. To'xtang. Olyapman. To'xtab turing. Aka, Bunyod pastayib bermaysanmi sen? Yo'q, to'xtab turing. Bo'ldi. Ashun ushlab turing. Qani. Ajjonlar. Voy, mashalloh. Voh, subhanalloh. Kiretgan akili. Voh. 7-8 bora. Ha? Ke. Ko'ko'san. Qori kiretgan akili. Yo'q. Zakon tushtiradi bu. Taqib qo'yadi. Tugadi ham nima? Zakansa ketdi-da. Ha, mana o'zini yoniga qo'yib qo'y. Qayga tashlab qo'y, qoraga. Barakana bir 7-8. Kilo bu. Kilo. Ha. O'zi yurishni boshladi Xudo xolasa. Astoydil bo'lish kerak. Qulluq bo'lsin. Bor yalangoyoq bo'lsa. Qalmoqda olib ketyapti qalmoqda. Qani? Yugur, tushib ketdi Bunyod ekan qalmoq. Suvda yotibdi. Yo, tortorsin. Yugur. Bratinaga o'xshab kulasanmi? Sekin tortur. Sen nimani olib borasan baliq bo'lsa? Patsaydi. Patsaysan. Sekin, shoshilma, yiqilib tushasan. Katta ekan. Obor patsaydi. Usha endi qarmoqda. Qarmoqda ol avval. Mana bor, Japar sen yalangoyoqsan-u. Yo'q, yalangoyoq bor, kirasib keyin yuvib olasan. Olib ketyapti qarmog'ini. Ha, bo'ldi. Sekin ura. Bormi? Va, ketib bo'ldi u.
Eskina. O qarmoqdan ancha ustiljetib qo'ydi-da u. Mayli, nasib. Chapa. O pökt oldi amurlar qara. Haligi patsaydan olib kelaymi cho'lpini? Qani qora olib kelib qo'ymayga hozir. Shoshib qolasan, bor o'g'lim. Ha. O keldi yana. Allohumma solli ala. Solli ala. Yomon bo'ldi. Yomon bo'ldi yuqori. Hozir ushaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bismillah. Yapar. Ehtiyot ol, seni olib kirib ketmas. O, qara, uni kattaligini o'tib ketyapti. O'kdi oldida. Allohu akbar. Allohu akbar. Olib kelib pastaydi. Mana pastay. Mana. Bunday qo'l. Sekin aka. Uzaytirib olmaysanmi? Oh. Oh, jonivor. Jonivor. Uni uzaytirib ol. Pastaydi uzaytir. Ha. Hozir. Jonivor. Yo'q, uni olib borma. Sen yotqizib tur. Ko'tar endi. Alloh. Tepaga yur. Yur sen yur. Yur. Maya kiylar. Betida yuribdi. Qo'y. Pök. Manaqalar o'tib ketyapti yonda. Pökkinglar darov. Pökking. Mana. Mashalloh. Qori. Ko'rdingmi? Yumshoq qo'ydingiz-a? Uni baliq setganmiz qayda? Ha? Bedaga. Baliq ilashdimi buni? Ha? Kim ilashtirdi? Ha? Buvang ilashtirdimi? Qori? Buvang baliq ilashtirdimi? Bo'ldi, ketdim. O'sha yerga turay Bahor aka. Oy, ketyapman.
Yo, ondan chiqarib olish kerak. Signalizatsiyadan. Qani? Kel. O keldi. Qani, meni gaping mana. Ha, bu yoqqa. O patsayda olib keling. Patsayda olib kel, bunyod. Katta ekan. Patsayda olib kel. Akilon olaman. Sekin yuring orqaga. Orqaga yuring. Sal. Tepaga ko'tarib qo'ying. Hozir bir ikki havo olsin-da. Sazan aka. Siz suvga botirib turing-da, olib kelaman. Qo'yib turavering suvga. Olib borsangiz cho'chiydi. Pastlatavering siz. Siz o'tirib olavering. Yana ham pastlatsangiz ustiga keladi. Ha, bo'ldi, havo oldi. Bo'ldi ana. Allohu akbar. Uhu. Qani ko'tarib qo'ying bitta. Ha. Nima bo'ldi? Qani? O, maşallah. Oboravering. Aha. Ana do'stlar, balig'imiz qizg'in tus olyapti. Po'kakka ham, do'nkaga ham solyapti hozir. Mana do'stlar, startga qo'yib qo'ydim yana. Allohu akbar. Voy, maşallah. Ko'z chiqarib oladi hozir. Po'k ilashib qoldi. Yo, po'k, nimaga ilashib qoldi. Subhanalloh. Ilib oldimi hozir aka? Ha, hashit nimaga ilib oldi. Ha. O'zi chiqarib olamiki? O'zi chiqarib oladi. Buni po'katni qo'yib yuboradi. O'zi bitta tutsa bersa, olib ketadi. Sal yordam qilasiz shekilli. Oraga ilinib qoldi. Ha. Sal kichikroq ekan o'zi jonivor. Sal bunday tortsa, birga keladi shekilli, shu ham. Unaqasi yo'q shekilli. Shunday qilaylikmi? Shunda sidilib tushib ketadimi deyman-da. Yop kezib. O'zingiz. Ne deysizmi? Onu eti tulasa ki yaparsın. Ha. Ay canım. Koy var. Kuş köftesiz hop kaçardı hazır. Hı. Böyle ama pastaya geliyor olmasa bu oldu. Biskeden koy var yani. Nereye yükseydi? Yok o an tay yap ketip oluyor. Ana endi koy var siz bu. Taşkar yapıp ketiyor ki. Uyan bile takayıp hop kaçtı. O zaman çıkaradigan hop anası yürüdü. Tartayım mı kendin? Sakin tart çıkarayım. Ha çıkardı oldu çıkıp gitti. Endi koy var. Reşik koy verin yani. Ha. Ya bir yengilek yani. Ha, yengilek. Katta basılanlar. Ha. Açıp ketaveramiz. Qori. Ha, sen bobi tishib terasan. O'ziga beramiz. Ha. Qara, rosa tumshug'idan yuribdi. Kim bilan bahralanadi? Meniki. Mana o'g'lim. Bu qara, kachov bu. Ana. Ha, do'stlar, shunisi bilan qiziq balig'imiz kichkinami, kattami? Ha. Bedalar ham hit o'lyapti. Ishqilib endi bozorda beda qimmat bo'lib ketmasa bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni po'kak
yaqinroq joyga tushayotganligi uchun bitta bargini o'tkazaveramiz. Sababi otmaymiz buni. Ya'ni udar yo'q, uzoq masofa yo'q. Shuning uchun terib bitadan mana bunaqa preslayveramiz. Suvga tushgandan keyin o'zi osilib qoladi bu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbim. Joyiga tushdi qori. Alloh akbar. Bunyod. Bor ekan. Bor ekan. Ha, indamay yotgan ekan. Bu hali tutiladi-yu. Ashunda men nima debman? Hashay debman bechorani. Rasa oqdi-yu oqimda. Voh, jonivor, yotgan ekan qarang. Qarang. Chiqib qolibdi-lu, to'xtab turing. Chiroyli qarang. Qarang, indamay yotib olganini qarang dedi-yu. Bu qalmoq ketdi. Buni yoshi biz ov qilyapmiz bayda dedi-yu. Xo'p, muhtaram kanalimiz a'zolari, bugungi ovimiz o'z nihoyasiga yetdi. Quyosh botish arafasida. Bugungi natijalar yaxshi bo'ldi, taassurotlarga boy. Dastlab akam yaxshila bir sazanni olib, ya'ni bayni ochib berdi. Keyin namozni peshindan keyin joylarni o'zgartirdik. Tepa taraflarga o'tib ko'rdik. Xullas, bugun izlandik. Amur, sazan, deyarli qamush va bedaga oldik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana natijalarimiz ko'rib turganingizdek juda ham go'zal. Ya'ni amurlar mana yog'siz amur, diki sazanlar mana. Sazanlar sarg'ayib ketgan. Katta ovchilar, ya'ni baliqqa muntazam kuzatib turib qiziqadiganlar yaxshi tushunishadi. Mana sazan oqarib ketgan. Diki baribir diki. Shu bilan bugungi ovimizni yakunlayapmiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ayniqsa tabiatni ehtiyot qilinglar. Dastlab kelayotganimizda yo'llarda juda ham ko'p bakalashkalar ko'rdik, salafanlar. Sizlardan yana o'sha iltimosimiz bo'ladi. O'zingizlar bilan kelgan har bitta narsani olib ketinglar. Tabiatni ehtiyot qilish siz bilan biz fuqarolarni vazifamiz. Chet davlatdan kelib hech kim bakalashkamiz yig'ishtirib bermaydi. Shuning uchun tabiatni pokiza tutaylik. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bemorlarimizni Hindistonga yuborishda davom etyapmiz. Siz kanalimiz a'zolarini juda ham katta hissanglar bor. Bizni ozgina ovlarimizni yuqori baholab layklar bosyapsizlar, kanalimizga a'zo bo'lyapsizlar. Ko'pchilikning xonadoniga yetib boryapti. Mana 1 yil mobaynida deyarli 100 ga yaqin jigar, buyrak peresatkalar shifo topib Hindistondan xonadoniga xursand bo'lib qaytib kelishdi. Alloh taolo hammalarini shifo topganini rost qilsin, chin qilsin. Sizlarning hissanglar bunda juda ham katta. Yaxshilikka dalolat qilish ham yaxshilik. Buni sizlardan iltimos, kanallarimizni tarqatib turinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Mana bizni qahramonlar tayyor turibdi ketishga.